Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom elish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Sadichinning ichiga tiqib edi. Nima uchun Talas? Talas daryosi bilan Manas daryosi bo'yidagi ikki xil ruh Sharq Turkistonning ikki qitimliq taqdirini belgilab qo'ydi. 751-yildagi Talas daryosi bo'yidagi urush Xitoylarni Sadichinning ichiga qaytishga majbur qilgan. Shuningdek, keyingi ming yillarcha g'arbga qarashga petanolmas qilib o'tgan bo'lsa, 1946-yildagi Manas daryosi bo'yidagi to'xtash Sharq Turkistonning Xitoyga tamomiy mustamlika bo'lishning peltisi bo'lib qoldi. Sharq Turkistonning bu qitimliq mustaqilligi bizden Talas daryosi bo'yidagi g'ozlarning ro'yidan ilhom elishni taqozo qiludiki, hargizmi Manas daryosi bo'yida yetib, Murassaga kelishni emas. Hamda biz Talas ro'yidan o'gitlar olaylik. Talas urushi umumiy Türk tarixida yoki Osiyo tarixida Türk qabilalarining musulmon bo'lishidagi ahamiyati nuqtasidan ko'proq tadqiq va izoh qilingan bir tema bo'lib, aslida bu urush bir butun Turkiston tarixi jumladan Sharq Turkiston tarixi nuqtasidan intayin zo'r siyosiy ve tarihi ahamiyetga egidir. Bu urushning natijasida butun Turkistonning texmi muhimi Sharq Turkistonning siyosiy taqdirida intayin cho'ng o'zgarishlar bo'lgandir. Tang sulolasi Xitoylari 651-yili G'arbiy Ko'k Turk xalqini o'rib o'tgandan keyin tez suratda Sharq Turkistonni o'zining nopoz ostiga olib, Tang'artog'ning janubidagi tarqoqlikdan foydalanib, Sharq Turkistonni yutib olishga boshladi. 681-yili Turkish qabilalari yangidan tashkillanib, ikkinchi Ko'k Turk qag'aligini qurgandan keyin Xitoylar Tang'artog'ning g'arbiy qismiga kengayolmadi. Biroq Amaviylarning g'arbiy Turkistonga kengayishi va Mave va Unnahirni qo'lga keltirish istagi Turk qabilalarini ikki tarafdan qisdi. Xitoylar Sharq Turkistonning quchog'ida baza qurib, Farg'ona va atrofidagi Turk qabilalarini kontrol qilishni yo'lga tushgan bo'lsa, Amaviylar Mave va Unnahir ustidan nopozni kengaytirishga tirishmoqda ve askeri hareketlerini qilmoqda edi. Xitoylar 748-yili To'qmoq shahriga hujum qilib, Tang'artog'ning g'arbiy qismiga o'tishga boshladi. Xitoylar bu mezgilda Tarim hofizidagi turk qabilalarini bo'yinturuqi ostiga ilib olgan bo'lib, ularni bir tarafdan urushga selib, yana bir tarafdan aslimasiya qilib yo'q qilish niyatida edi. Amaviylar yemirilib, o'rniga Abbosiylar chiqqan vaqtni fursat bilgan Xitoylar ham turk qabilalarini urushga selib yo'q qilmoqchi bo'lsa, Arablar Turkistondan qo'g'lab chiqarib, Turkistonni tamoman hokimiyati ostiga ilishni planlagan edi. Bu vaqtda Farg'ona va atrofida yashaydigan qorliqlarning Xitoylarga yolg'iz taqobil turg'ida kuchi yo'q edi. Xitoy qo'shinlari bilan Abbosiylarning islom qo'shini Talas daryosi bo'yida 751-yili qarama-qarshi holatga keldi. Xitoylar turk qabilalarini urushda yanida turish uchun bisim ishlatib kelgan bo'lib, qorliqlar Xitoy qo'shini tarafda o'ng va so'l qanot qismida zapas qo'shin holatda urush maydonida turdi. Ammo qorliqlar uchun bu Xitoylardan qutulishning eng yaxshi fursati bo'lib, arablar bilan maxfiy ko'rishib, Xitoylarga qarshi urush qilish uchun kelishib bo'lgan edi. Arab qo'shinlari bilan Xitoy qo'shinlarining urushi yuqori pallaga chiqqanda, qorliq qo'shinlari Xitoylarga o'ng va so'l qanotdan hujum boshladi. Ve iki cho'ng kuchning ichida qolgan 100 ming kishilik Xitoy qo'shinidan 45 ming Xitoy 5 kunlik urushda o'ldi. 20 ming Xitoy asirga tushdi. Qolgan Xitoylar qochdi. Bu urushda Xitoylarning mag'lub bo'lishi Xitoylarning Turkistonning tamomini hokimiyati ostiga elib, keng ko'lamli qirg'in qilish planini yo'q chiqarib qolmay, Uyg'ur qabilalari boshda bo'lish sifati bilan barliq turk qabilalarining Xitoylarning bo'yinturuqidan qutulishiga sabab bo'ldi. Türk qabilalari birleşip Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Sadichinning ichiga tiqib etdi. Tarim hofizasi va Farg'onada Qorliq va Yag'ma qabilalari o'zlarining hokimiyatini qurib, Qaraxoniylar xonligining asosini tiklashga boshladi. 745-yili O'to'kan vodisidagi siyosiy hokimiyatni qo'lga olgan Uyg'ur qabilalari Xitoylarning mag'lubiyatidan foydalanib, Kansu va Tang'artog'ning shimoliy qismidagi rayonlarni o'zining ta'sir doirasiga oldi. Talas urushi amaliyoti shu davrda dunyoning ikki cho'ng kuchi bo'lgan Xitoy va musulmon arab qo'shinlari o'rtasida bo'lgan urush bo'lib,
Bu urushning taqdirini turk qabilalari jumladan Sharqi Turkiston va Varxona rayonida yashaydigan Qarluq qabilalari o'zgartib etdi. Bu urush taqdirining o'zgarishi bilan Osiyo qit'asining siyosiy xaritasi o'zgardi va tang Sharqi Turkistonning 1000 yillik yangi bir tarixiy sahifasi ochildi. Tang sulolasi Sharqi Turkistonni besilib olgandan keyin turk qabilalari ustidan intayin yuqori besimli askariy kontrol qurib olgan bo'lib, Sharqi Turkistonga ko'chma Xitoylarni to'shishga tezlashtirib, rayonning siyosiy jo'grafiyalik tangpunligini buzishga boshlagan edi. Qarluqlarning jang maydonidagi tarixiy qarori Talas urushining taqdirini o'zgartirib qolmasdan Xitoylarni o'zlarining an'anaviy chegarasi bo'lgan Sadichinning ichidagi rayonlarga chekinishga majburladi. Günümüzdeki Sharqi Turkistonliklarning ajdodi bo'lgan Qarluq, Yag'ma, Chigil va Uyg'ur qatorliq turk qabilalari Xitoylarning bo'yinturqidan tamoman qutulib, Sharqda Xitoylar bilan, G'arbda musulmon dunyosi bilan barobar munosabat qurilgan mustaqil hokimiyatlarni qurdi va o'rlik ichida yashadi. Xitoylarning Sharqi Turkistonni tamoman yutib olish qora niyati biroqla yo'q qilindi va Xitoy qo'shinlari 1000 yil bo'yincha Sharqi Turkistonga oyoq basa olmadi. Mikrofon oldida Taran.